Sochim juda ham yog'li. Har kuni yuvmasam, tezda yog'lanib qazo bo'lib ketadi. Aksincha, sochni har kuni yuvish yog' bezlari faoliyatining kuchayishiga hamda sochni yana ham yog'lanishiga olib kelishi mumkin. Sochim tangadek bo'lib to'kilib qoldi. Qo'shnim aytdi, spirtga chesnoy bilan qalampir qo'shib surkasam, tezda chiqib ketar ekan. Adashasiz. O'choqli soch to'kilishi bu autoimmun kasallik bo'lib, buni agar o'z vaqtida tashxis qo'yib davolanmasa, uni universal shakliga o'tib ketishiga va butun tanada sochlarning to'kilishiga olib kelishi mumkin. Sochim juda ham ko'p to'kilyapti. Agar hozir ektirsam, yana qolgani ham to'kilib ketishi mumkin baribir. Shuning uchun bir yo'la to'kilish to'xtagandan keyin ektiraman. Yo'q, sochingiz to'kilishdan to'xtagan vaqtda sizga ekilishi kerak bo'lgan graflar donor sohadan chiqmasligi mumkin. Shuning uchun sochingiz to'kilishni boshlashi bilan trikolog mutaxassisga murojaat qiling. Oxirgi paytda sochim ko'p to'kilishni boshladi. Menimcha shampunni almashtirsam to'kilishdan to'xtasa kerak. Shampun davolash vositasi emas, u faqatgina sochlarni tozalash vazifasini bajaradi. Lekin noto'g'ri shampun ishlatish soch to'kilishining kuchayishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bunday vaziyatda mutaxassis bilan maslahatlashish tavsiya qilinadi.